Endi agar ichi bo'sh bo'lib qolib qolsa, bizga hujjat etish ramkasini qo'zg'atib, mush buyruqlarni o'xshashli ijro qilib berish kerak-da, shundaqmi? Ma buyruqlarni. Bu buyruqlarni bir nusxa ko'chirdim. Show openning oldiga. Ya'ni men show openni tanlab men yozib qo'ydim. Chunki men yerda bor show open. Demak, agar buning ichi bo'sh bo'lib qolsa, o'xshashli shu programmani qo'zg'atib berish kerak. Faqat saqlash degan hodisadagi, ya'ni saqlashning chekilishi hodisadagi programmani qo'zg'atmaslik kerak dedim. Hamda programmani qo'zg'atsam, ichi bo'sh vaqtidami o'xshashli qo'zg'atib tanlab berdi F diskini. Men saqlashning oldidagi belgini o'tib, saqlash programmasini ijro qildim. Saqlash programmasini ijro qilgan qilay. Chunki hozir men qanday qilmoqchi? Saqlashga munosabatli programmani yozmoqchi. Servis shu to'g'ri? Servisning klikiga men saqlashga munosabatli programmani yozdim. Agar read text birninki teksti qanday bo'lsa, bo'sh bo'lmasa, u holda saqlab berdi u. Bo'sh bo'lib qolib qolsa, bir uchur ko'zini chiqarib saqlamaydi. Ichi bo'sh bo'lmasa, u holda bizga qanday qilish kerak? cd log birninki saqlash munosabatli ramkasini yechib berish kerak. Show save. Ya'ni saqlayma degan ramkani qo'zg'atib berish kerak. Endi F deb qo'yib turayman. Show open widget ochilganini yechib berdi. Show save-chi widget saqlaydiganini yechib berdi. Ham buningmi o'xshashlam filtrsi, indeksi, saqlaydigan asldagi nomi degandek narsalar bo'ladi. Buni mi belgilab qo'yamiz. Ichi bo'sh bo'lmagan vaqtida cd log birninki nimasi, ya'ni file name'si bu file name'ga biz o'zimiz xohlagan bir narsani belgilab qo'yaylik, masalan muxtar txt bo'lsin. Ya'ni shunday bir widget saqlab berim desin. Endi cd log birninki init diagirisi deganim tang olsun. Bu men yana F diskga saqlab bersin, shundaqmi? Asosiyatda mushal o'xshash. Indeksim o'xshash olsun, show open olmayli. Mayakacha o'xshash yozaman. O'xshash. Ko'chirib qo'ydim. Endi mushu o'ringa kelgan vaqtida, ya'ni show save ich bo'lgandan keyin bu widgetni men saqlab berish kerak, shundaqmi? Unda bo'lsa read text birninki save files deganimcha, ya'ni saqlaydigan widget mazmuni, widgetning mazmunini qaysi nimaninki nomiga saqlab bersin? cd log birninki file namesiga saqlab bersin. Shundaqmi? Biz kirgizib bergan ismini saqlab bersin. Endi shart oxirlashsin deb ma'ni yozdim. Programni qo'zg'atdim. Ichi quruq bo'lmasa chiqadi-ku bu. Hozir men ichi quruq vaqtida chiqmaydi. Ichi quruq bo'lmasa saqlash ramkasi chiqdi, F diskini tanladi. Mayaga mavzu stoniga bir narsa yozmabdiman. Xanzuch o'zi chiqibdi mayaga. Men buni muxtar txt deganni mayaga saqlab berdim. Yoki mayaga yaxshiroq bir narsa yozay. Yaxshimi siz www.xmrit.com da asli kod yo'qkan nadin tushirman deb savol qo'ysa, javob www.xccx.com dan tushiring deydigan bir jarayonni yozib qo'ydim-ku, mazmunni. Buni saqladim, ichida mazmun bor, muxtar txt saqlab berdi-ku. Saqlab bir bo'ldi. Ham qarasam, mayada saqlayma degan qarsam muxtar txt deb saqlabdi-ku. Yoki bo'lmasa, masalan, savol deb yozib qo'ysam bo'ldi mana. Savol deb yozsammi, o'xshashlam savol txt dan birini saqlab turibdimi? Saqlab berdi degan gap. Ya'ni widget saqlashga muvaffaqiyatli bo'ldi. Mavu saqlashning ichidagi ma programmani tushungansizlar? Agar buning ichi bo'sh bo'lib qolsa qanday qiladi? Ichi bo'sh bo'lib qolsin, bir eskartish uchur chiqarib bersin. Ya bo'ldi, chiqamisin bo'ldi, amaliyat ichi bo'sh narsani saqlamaymiz deb hech qanday uchur chiqarib bermisin bo'ladi-ku? Chiqarib bersinmi bo'ladi, chiqamisin bo'ladi degan gap. Chiqarib bersin desak, ilyazning ostiga yozamiz. MSchi bokkes bo'sh narsani saqlag'ila olmaydi. Mayani UK orqali cho'ng yozilishga o'zgartirib o'tdim.
programmani qo'zg'atdim. Saqlasam chiqirib berdi ichida bir narsa bo'lsin. Mana bunda bosib qilsam bo'sh narsani saqlag'ili olmaydi deb chiqirib berdi. Shunga men mau ichida bir narsa yo'q narsani bu yerga yozmadim. Mau saqlashning programmasi tugdi. Oldingi qitimliq darsimizda biz mau 3 tizimlikka bir narsa yozib bo'lgan-ku. Hem buning ostiga yana 2 tizimlik qo'shamiz. Ctrl A ni bosdim. Mau 3 tizimlik hujjatga munosabatli tizimliklarga yechish, yangidan qurish, saqlash deganlar. Endi biz buning ostiga bir dona siziq qistirib qo'yaylik. Siziqdan birini oldim, mayaga xohlagancha ism bersam bo'ldi. Masalan, siziq deb qo'yay. Siziq deb ma'ni jazmlashtirib deb assam, iyada bir tal siziq paydo bo'ldi-ku. Ya'ni mushkil siziqni paydo qilish, chiqarish uchun navbatga turga birla siziqni qo'yib, odatki siziqdan ondan ostiga ism berib qo'ysaqlam bo'ladi. Chekinish tuychuqo. Chekinish ham mushni basqa vaqtimizda mush yumshoq detaldan chekinib chiqish kerak. Ham bu chekinishdan burun mushu yumshoq detalning o'zi, ya'ni mushu ko'znakning ichida bir narsa bormi yo'qmi buni tekshirish kerak. Bor bo'lsa saqlamsiz degan uchurni chiqarib berish kerak. Saqlayim desak saqlab berish kerak, ondan chekinish kerak. Saqlamayman desak saqlamaslik buyrug'ini besishimiz kerak, u chaqda chekinib ketish kerak degan mushu bir qator narsalarni ishlashimizga to'g'ri keldi. Buni mendaq yozaman. Agar reti tekst birninki tekst qanday bo'lsa, agar reti tekst birning tekstining ichi quruq bo'lmasa, ya'ni ichida bir narsa bo'lsa, valda cal service ninki klikini chaqirib beraymi. Ham buni klikini chaqirishdan burun cho'qim menga bir eskartib uchur chiqarish kerak, ya'ni saqlamsiz yoqma deydigan. Bu ichi bo'sh bo'lmasa bir uchur ko'zniga chiqarib berish kerak menga. Qanday uchur ko'zniga chiqardi deganda saqlashdan burun a deganimizdan mschi bokkes material bar saqlamsiz deb savol belgisidan birinchi chiqarib ni harfini bisib ko'rsatib berdi. Ondan keyin buningga ikkita knop seplab beraman. Qaysi knopni? VBS now ni shundaqo. VBS now. Yana bir bisib mavzusini seplab beraman. Mavzu deb qo'yay. Agar mushu uchur ko'znigidan, mush chiqaga uchur ko'znigidan yes degan knopkani bassam, ya'ni a deganimizdan VB yes bo'lsa, u holda chaqirib bersin saqlashni. Undaq bo'lmasa, ya'ni no bisilsa unload me bo'lib ketsin. Endi F flap mashart oxirlashsin. Ya ichi bo'sh bo'lib qolsa, ya'ni ichida bir narsa bo'lmasa, valda meningga ya'ni unload me deb chiqarib bersin, endi F desin. Ma unload me deganimiz birinchi qur jumlaninki. Ya'ni ma'ninkini tekshirib ichi quruq bo'lib qolsa, ma ichidagini yozishning, ko'rsatishning zaruriyati yo'q. Shunga unload me qilib etdi. Mayaga bir qur program qapti. Ma F jumlasi qatma-qat kelgan vaqtida ma birinchi qur jumlaning sharti uyg'un bo'lmasa, eng oxiridagi shu, ya'ni undaq bo'lmasa degan so'zning oqisidagi programni ijro qilib berdi. Ma yodingizda bo'lsin. Men programni qo'zg'atsam, ichi bo'sh bo'lmay qolib qolsa, mana bassam chekinib ketaverdi. Agar ichi bo'sh bo'lmay qolib qolsa, mana bassam bir uchur ko'zniga chiqarib berdi. Buningda men yo'q saqlamayman deganni bassam chekinib ketadi. Agar saqlayman deganni besib qolsam, chaq saqlash ko'znigini chaqirib berdi, ondan keyin saqlab bo'lganning yoqi chekinib ketadi. Mayaga yana bir unload me kam qatda, unload me. Saqlab bo'lganning yoqi chekinib ketish kerak-ku, va saqlab bo'lganning yoqi chekinib ketadi. Tahrirlash ko'zniga o'tla. Ctrl A ni bosdim, mayadan eklab mayaga tahrirlash deb yozaman. PNG tahrirlash bu tirnoq ichida ulash belgisidan keyin ERP etdi. Tahrirlash. Tahrir bo'lsin. Ham buningki ostiga yana birini qistirman. Qistirib buningga ko'chirish. Furj deb qo'yaylik. Buningki mayaga bekitib qo'yay. C bo'lsin. Mayaga kelib buni copies deb qo'yay. Mana hamda ichiga bir qadam suraytman, mana ichiga bir qadam suraytim. Bo'lmasa chiqmaydi, xatolik chiqib qoladi. Ondan keyin buningga tiz qo'zg'atish knopkasidan birini Ctrl C ni bekitib qo'yman. Ctrl C. Bekitgandan keyin yana birini qistirdim. Buningga endi yana birini qo'shib mayaga siziqdan birini bekitdim. Siziqdan birini. Mayaga
line yoki bo'lmasa lay deb qo'yay. Buning ostiga yana birini qo'shdim. Izlash. Almashtirish bo'lsin. Yana birini qistirdim, buningga yana siziq qilib qo'ydim. Ondan keyin buning ostiga birini qistirib, hammani tanlash deb qo'yay. Hammani tanlash bo'lsin. Tanlash deb qo'yay. Yana birisiga vaqt qistirgan bo'lsin. Masalan, soat demdoq yo vaqt demdoq. Vaqt. Maninki Ctrl C, maninki Ctrl nimite? Ctrl X shundaqo. Ctrl X, maninki Ctrl V. Maningim X harfini qilib qo'yaptimi? Men 2 bo'lib qopdim ha. O'chirib etdim. Maningga kelib buningga bir harf setlab qo'ydim. Ctrl G bo'lsin. Ctrl F. Mashq biroqli qo'zg'aladi. Ma hemen tanlashqa shu Ctrl A. Ma qog'allarninkini o'rnatmadim, jazmlashtirdim. Kirsam mushu tizimliklar tayyor bo'ldi degan gap. Ko'chirish programmasini yozdim hamsa. Ko'chirishning programmasini yozish uchun men cho'qim mushning ichida tekst bormi yo'qmi aniqlashim kerak-ku. Ham tekst bormi yo'qmi aniqlagan vaqtida yana tanlangan tekst bormi yo'qmi aniqlayman. Tekst bormi yo'qmi emas, shuning tanlangan tekst bormi yo'qmi. Unda bo'lsa agar read text birninki cell text deganim teng bo'lmasa bo'shliqqa u holda clipboardninki nimisida set text shundaqo set text deganim va chekitmi tengmishnim qo'ymaysizlar. Set text deganim read text birninki cell text and F. Men programni qo'zg'atgandan keyin ma'no shilmanda xat bo'lib qolsa, ma'ni ijro qilgan vaqtimda ham mush xat bo'lgandimi, bunda tanlangan xat bo'lsa, valdi bu xatni kesib chaplash taqtisiga bir nusxa ko'chirib qo'y deganda ko'rsatdi. Hozir F, G, F ni men ko'chirdim-ku, shundaqo. Da'vosa men Windowsning xotir daftarini qo'zg'atib boqay. Xotir daftarini qo'zg'atib, ma'ni ustida mousening mumkin bo'lsa chekib, ma'ni ayak bosdim. Rast ko'chiribdimmi? Kesib chaplash taqtisiga. Ya'ni kesib chaplash taqtisi bizning bu yasayotgan xotir daftarimizga emas, Windowsning o'zining kontroli bor. Windows ta'minlagan narsa. Shuni bu yerga ko'chirsekmi, nada ko'chirsak o'xshash kesib chaplash taqtisiga ko'chidi. Ma'u clipboard degan kesib chaplash taqtisi shu. Kesib chaplash taqtisiga ko'chadigan tekst bo'lsa, text boxning ichidagi tanlangan tekst bo'lsin deganni ko'rsatib qo'ydim. Kesish endi. Kesish. O'xshashlar buningdimi tanlangan tekst bormi yo'qmi tekshirmang-ku. Agar read text birninki cell text deganimiz teng bo'lmasa, bo'shliqqa u holda, ya'ni bo'shliq emasmi bu? Bo'shliq degan bilan quruq degandan farqi bor. Bo'shliq degan hech bo'lmasa mayada birdan bo'shliq ko'nikisi bor deganini bildirdi. Quruq degan gap quruq ekanligini bildirdi. Men odatlanib qopdim bo'shliq deb. Shunga diqqat qilinglar. Ya'ni text cell text ya'ni tanlangan tekst bo'lsa, quruq bo'lmasa tanlangan tekst. U holda clipboardninki nimasi? Set text, read text birninki cell textiga. Ammo u aviaqsi ko'chirishninki o'xshash program yozyapman. Ma'u kesishninki o'xshash har ikkilisi navbat tanlangan narsani kesib chaplash taqtisiga ko'chirib turadigan narsa shundaqo. Bizning asosiy maqsadimiz shu. Biroq men kesish degan gap aslida bot textni qanday qiladi? Yo'q qiladi. Unda bo'lsa read text birninki nimasi? Yani cell text tanlangan tekst teng bo'lib ketsin, quruq bo'lib ketsin yani. Quruq teng bo'lib ketsin, anda F oxirlashtirdim, kesib oladi. Kesib chaplash taqtisiga. Chaplash emasmi, kesish. Programni qo'zg'atdim, mayaga men www.xmrit.com degandan keyin mao com deganni
yoki bo'lmasa masalan Muxtar Rozi degandiki Rozi degan xatni kesib chaplash taqtisiga kesiblam elib etmoqchi bo'ldim. Bu chaqda men unda bassam mayadikisi yo'qolib ketdi-ku. Yo'qolib ketdi. Ham buni eklab chaplasam mushak chaplab berish kerakdi. Shundaqmi? Chaplashning programmasini yozib qo'yay. Endi chaplashning programmasini yozaylik. Chaplash. Chaplashning programmasi qanday bo'ldi ko'rib boqay. Chaplashning programmasi bir qadar murakkab. Odatchilik qilib yozsak, reti text birninki teksti endi. Deginim tang reti text birninki tekst yani o'zining ichida bor tekstning oqisiga ulab chaplab berdi-ku buni. Tekstiga ulab ba clipboardninki sana yetkizib berdigan teksti endi. Aviaqisi qabul qildigan tekstdi-ku, get text degan. Endi mana get text. Yani bizga yo'llab berdigan tekstni. Programni qo'zg'atdim. Menga kelib xmr it cheket.com degandiki men comni ko'chirdim. Ya kesib oldim. Olgandan keyin menga chaplab bersam chaplandi. Shundaqmi? Menga kelib yani chaplasam chaplandi. 2 com bo'ldi degan gap. Biroq har qitim chaplangan vaqtida Nurbelga boshqa ketadi. Ma masalani hal qilmasa qilmaydigan masala. Ma programninki chaplash ekanligini tushundinglar? Asosli roli mushu butun programning. Ham biz faqat Nurbelgining nima turayotganligini aniqlab qo'ysak ham bo'ladi. Programni qo'zg'atgandan keyin mush Nurbelga har xat besilgan vaqtida besilgan xatning oqisi turadi ekan-ku. Shundaqmi? Uningdan boshqa masalan Nurbelgin ma'lum bir o'ringa cheksam, shu o'rinda oldida manchidan harfning borlig'i, keyinda manchidan harfning borlig'i belgili bo'ladi. Masalan qarsaqlar, ma'ning oldida ish qilib biz sonini uqmagan bilan manchidan harf oldida, manchidan harf keyinda deb bilalaymiz. Demak, mush Nurbelgining masha turayotgan bir muayyan bir nuqtasi bo'ladi. Bu Nurbelgi bir tallı narsa. Bu yerda vizital xat bo'lsa, vizital xatning oralig'iga biz yetkiyalaymiz. Demak, uning oldida shu nega yetkisak, oldida manchidani, keyinda manchidani xarakteri bo'ladi, ham navbat turayotgan o'rni bo'ladi. Boshdan tortib sanab birdi shu yani. Unda u qaysi xosliqda desak, biz uni text birninki, hozir men menga captionga bir narsa yo'lab qo'yay. Forum birninki captionni deganim tang. Forum birning caption deganim tang, reti text birninki cell start. Programni qo'zg'atib ko'rib boqay. Hozir forum birda masala yo'q, jim turdi-ku. Bassam hozir necha harf borligini men uqmadim, shundaqmi? Endi men ma'nodiki, mana chaplash degan buyruqni bassam, mayada 0-o'ringa yetkilib ketdi. 0-o'rin. Demak, qo'zg'ilayotgan o'rni 0-o'rin ekan buning. Unda bo'lsa, ma programmani tushunishga bo'lsin uchun men, ya'ni ready text birninki change ga yozib qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin menga qarab qo'yay. Hozir 0-o'rinda turib bu. Bir harf bosdim, 1-o'rin bo'ldi. İşte bisbasam har bir turayotgan o'rinni aniqlig'i bo'ldi ekan-ku hozir. Chiqyotdi-ku. Unda bo'lsa cell star orqali Nurbelgining turgan o'rnini men ma'lum bir miqdorga yo'llab beraman. Miqdordan birini qurib dm star init deganimiz as integer, ya'ni butun songa teng, integerga teng. str init deganim teng reti text birninki nimsiga cell starsiga teng. Endi buni demak mushu Nurbelgining nima ekanligi belgilangan miqdor bo'ldi, shundaqmi? Yoki bo'lmasa meni Nurbelga devasanlam bo'ladi. Ana. Demak, hozir men mushu Nurbelga degan miqdorga Nurbelgining o'rnining qiymatini topdim.